Bugun eng kerakli insonlar shifokorlar. Ular yaqinlari uchun ham qadrli va kerak. Odamlar hayoti uchun ham eng zarur insonlar. Va Toshkent shahridagi Expo markazida 500 o'rinli taqsimlash markazi ishga tushirilgani haqida gapirgandik. U yerga shifokorlar qabuli, ya'ni ishga olish ishlari boshlangan haqida kechagi dasturimizda gapirgandik. Bugun aynan mana shu jarayonlar bo'lib o'tdi. Ishga kirmoqchi bo'lganlar Uz Expo markaziga bordi va ana shu jarayon ustidan muxbirimiz Lafruz Jo'rayeva chiqib qoldi. Xo'sh, qanday ketyapti? Ularning maoshlari qancha? Hozir bilamiz. Bu to'plam. Ko'ngilli volontyor tashiyotgan quti koronavirus infeksiyasini yuqtirib, uyda davolanayotgan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi vakillari uchun Uzexpo markaziga olib kelindi. Ularning soni 3620 ta. Hozircha ertaga ham kun bor. Yana 7000 ta shunday qutilar kelishi kerak hali. Har bir buni ichida necha xil dori bor? Buni ichida mana 4 xil dorisi bor. Maskasi bilan 5 ta bo'ladi. To'plam 10 ta maska. Kuniga yetadigan anaqasida berilgan. Mana shu necha pul turishi mumkin? Mana shu qutini o'zi 70 ming atrofida bo'ladi. Qimmat emas bu. Risolat opa virus bilan olishayotgan bemorlarga qo'shilib mehnat qilish bilan band. Ishlashimiz kerak, ilojimiz yo'q, xalqni davolashimiz kerak. Shu kasbni tanlaganmiz, shu kasbni nonini yeganmiz. 32 yil bo'ldi. U Yakkasaroy tuman shifokori. Ayni vaqt tumanda 126 nafar COVID-19 infeksiyasiga chalinganlar bor. Raqamlarning esa o'zgarishi ehtimoli katta. Qo'limizdan kelguncha to'g'ri shifokor bo'lish oson emas. Shifokorni yuki juda og'ir. Mayli, endi hamma har xil tushunadi, lekin biz iloji boricha o'z vaqtida yordam berishga harakat qilyapmiz. Uzexpo markazida Risolat Xo'jayevaga o'xshagan tibbiyot tizimida tahsil olganlar ko'p. Faqatgina ular endi ishga qabul qilinadi. Chunki manzilda koronavirus kasalligida gumon qilinayotgan bemorlarni tekshiruv va tahlildan o'tkazish uchun maxsus 1000 o'rinli taqsimlash markazi tayyor holatda turibdi. Toshkent shahar hokimligi esa yangi quvvatni ishga tushirish uchun tibbiyot xodimlarini ishga jalb qilgan. Hammamiz mana bola chaqamiz deb keldik. Endi uydan ruxsat so'rash ham oson bo'lmadi. Keyin men yotib qolib ishlamoqchi emasman, ketib ishlamoqchi. 7 da kelar ekanmiz, bu yoqqa 7 da ketar ekanmiz. Qayerda ishlardingiz? Oldinlar. Men o'zi Toshkentda ishlaganman-da. Sanitarka bo'lib ishlaganman. Ishlashni istagan shifokorlar uchun kelishilgan mablag' 15 kunga 15 million so'm, hamshiralarga esa 10 million so'm. Ular ishlaydigan koyka o'rinlar ichida javon, stul, tayyor toza suv va qatorlar boshida muzlatgichlar bor. Hozircha Uzexpo markazining birgina binosi shunday holatda xolos. Agar bemor ko'paysa, qolgan binolar ham koyka o'rinlarga bo'shatiladi. Bemorlar esa ertadan so'ng bu manzilga joylashishi mumkin. Balki ana shunda Nazira opa ishga joylashsa, bemorlarga o'zi qarar. To'lov mablag'i to'g'ri kelsa albatta. Lafruz Jo'rayeva, Davron Zufarov, Bahodirov, Markaziy studiya.